Akalar 75 kilovatlik 102 ot kuchiga ega 4 ta silindrli turbo kompressor bilan jihozlangan 24 voltda ishlaydigan Shinchay motorni ko'zdan kechirmoqdamiz. Ushbu motor Jack brendining G50 modelidagi karasiga joylashtirilgan, ya'ni вилочный погрузчикni siz bilan ko'zdan kechirmoqdamiz. Ushbu pogruzchik 5 tonna yukingizni 3 metr balandlikka olib chiqib qo'ya oladi hamda gidravlический боковой смещенияsi ham mavjud. Ballonlariga e'tibor qaratgan bo'lsangiz, ballonlari karierniy protektorda qilingan. Chunki klient shunaqa zakaz qilibdi. Texnikamni skladda ishlataman, lekin onda sonda karyerga chiqib ishlab turishi ham mumkin. Ko'chada usilinni qilib beringlar degan ekan, ballonlarni usilinni qilib olib berishdi. Odatda ballonlari mana bunaqa hamda bunaqa protektorda bo'ladi. Bunaqasi kamdan kam uchraydi akalar. Klient zakaziga binoan shunaqa usilinni qilgan holatda olib berishdi. Akalar, agar sizlarga ham 2 tonnadan 5 tonnaga bo'lgan elektrический hamda dizelniy pogruzchiklar, ya'ni вилочный pogruzchiklar kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida raqamlarni qoldiraman, bemalol bog'lansalaringiz bo'ladi akalar.